Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Yangi Jungo qurilib 25 yildan keyin tunji qaror milliy ushquvchilarimiz maydonga keldi. Ular bo'lsin yoki keyingi qarorda o'qish bitmaganlar bo'lsin. Ular jafoliq yillarda o'zining qimmatli burchini ado qildi. Ular qismda bo'lsin yoki yerlikka kasb almashqandan keyingi turmushida bo'lsin, izchil inoqlik marshini yangritib keldi. Biz mushu munosabat bilan bir turkum ushquvchilar vakillari va parashutchilar vakillarini bir yerga jam qilib, inoqlik kuylari mangu uzilmasin degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq Yuqori Xalq Sot Mahkemasi Murassa komitetining muavin mudiri Samarjan Abdurahman. Şinjan 2. Yenik Sanaat Guruhi şirketining pensioneri Osman Ali. Abdunum Rayonluq Savdo ishlar nazoratining pensioneri Muhammad Oshur. Abdunum Rayonluq Xalq ishlar nazoratining pensioneri Yasin Satimat. Aqto'ng aylik 1-o'rta maktabniki to'liq o'rta maktabida o'qiyotgan mezgilimda shunday bir ushquch qabul qilganligini xabarlari keng ko'lamda tarqaldi. Bu ushquchilik kesib, bu nihoyat bir inchga, yuqur talab qo'yadigan bir kesib. Bizni talab olgandan keyin avarimizningki 9-jun 37-shig'i bo'lib Korla aerodromga 110 tanga berildi. Zeki parashutchi qism bo'lsa, alayda qism hisoblanadi. Bo'libmi aeroplanda o'tirib, qanday urush o'rinlariga tizdan yetib berib, urush qalbisini qo'lga keltirish xizmatida ishlaydigan bu alayda askar hisoblanadi. Biz mushu Urumchi kashlik gazetidan Mijit Nasir akaninki milliy ushquvchilarimiz degan temadagi maqolasini o'qidik. Maqolda mushu milliy ushquvchilarning hayoti nihoyat tafsiliy tanishtirilibdi. Endi Samarjan efendim, shu vaqtida mushning tizimli imtihondan o'tish jarayoni va oldi-keyindagi sarguzashtlaringiz haqida qisqacha bir tushuncha berib o'tamsiz. Bo'ldi. Ayni vaqtdagi Abdunum Rayonluq partkomininki Şinjan har bir ayninki siyosiy komissari, Cumhur Xalq Cumhuriyeti siyosiy maslahat kengashininki muavin raisi merhum Sayyidin akamizningki taklifi binoan 1973-yili 9-oydan boshlab memleketninki har qaysi joylardan asıllık millat uçkuş qabul qilish taklifini Cumhuriyetdagi rahbarlarga bayon. Ayni vaqtdagi Cumhur Xalq Cumhuriyetininki raisi Mavzudong, Cumhur Xalq Cumhuriyetininki zunisi Jullay, Cumhur Xalq Cumhuriyeti Harbiy ishlar komitetininki muavin raisi Yejayin qatorliq rahbarlarninki Sayyidin akaninki bu taklifini qo'llab-quvvatlab Şinjan, Shizang, Qinghai, Ningxia, Sichuan qatorliq asıllık millatlar ko'plab o'tiraqlashgan rayonlardan 100 nafar uçquchni qabul qilishni qaror qilgan. Shuningga asosan bizning Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonimizdan har qaysi viloyat oblastlardan 70 nafar uçquch qabul qilishni bekitib, menmi shuning ichida bir o'ringa erishganman. Men Aqto'ng rayonining Pilal Jiza Charbog' kentida tug'ilib chiqqan bo'lgan. Kentimizningki Charbog' boshlang'ich maktabida o'qib, Aqto'ng rayonlik 1-o'rta maktabniki to'liq o'rta maktabida o'qiyotgan mezgilimda shunday bir uçquch qabul qilganligini xabarlari keng ko'lamda tarqaldi. Men o'zim bir sinab taqay. Bizim yo'l lekin o'zim jur'at qilamadim. Nima uchun degan men bir dehqonning bolasi. Unda bo'lganki men uni avorib qolamanmi? Yoki mush o'tamay faqat o'zim kimada bo'laman, o'zim bir xil mevsini tushib qoldi. Keyin tizimlatdim. Bu uçquchni tanlash degan narsa asosan cho'ng ikki jihatdan bo'ldi. Birinchisi salomatlik va uning salomatlik safa jihatdagi ishlar. Ikkinchidan ijtimoiy munosabat va siyosiy qiyofat jihatda. Siyosiy ijtimoiy munosabat jihatda 3 avlod tekshirdi. 1974-yili 4-oyning 23-kunida uzush murosimi o'tkazib, Aqto'ni uzab, men Qishloq oblastiga keldim. Osman efendim, ayni vaqtda Şinjandan 100 ushquvchini qabul qilish jarayonida endi til o'tkili nuqtasidan 40 tarjimonini sizlar bilan birlikda olib chiqdi. Shu vaqtda 40 tarjimonning birga berishi qanday bir kayfiyatdi? Bu ushquchilik kesib, bu nihoyat bir inchga, yuqur talab qo'yadigan bir kesib. Biz 1974-yil 5-oyninki 9-i 8-Avasiya maktabga bordik. Bizning bir oy burun 40 nafar tarjimon tayyorlab qo'yibdi ekan. Biz shu Avasiya maktabga borgandan keyin bu ushquchilik
Arpalar qandaq bir nima bizning qalbimiz qop-quruq bizniki. Shu yildan boshlab yangi harbiy ta'lim tarbiyasi appadoq 3 oydan keyin bir nazariya o'rganish kasblariga kirgan bo'lib qoldik-da. Buningga bizning bolalarningki birdan-bir yo'liqqan qiyinchilik, til qiyinchilik bo'lib qoldi. Janubiy Shinjongning yer qishloqlardan kelgan mash bolalar jiqarab, "Tamoq yeyman." Ya tamoq yeydimmi degan gapni uqtiramaydigan shunchalik odatli bolalardi. Bu Xansu til o'rganish uchun mash 40 nafar bizniki tarjimon bolalar nayt cho'ng kuch chiqadi. Xansu tilini 4 oyda nazariyan so'zlasa bilaligidek yoki bunda Xansu so'zlasa bilaligidek bir saviyaga yetkazish uchun bu cho'ng bir bisim bo'ldi. Avasiya nazariyasi nayt bir murakkab nazariya. Shunashqa baş nazariyani biz nazariya darsxonada maş muallim so'zlaganda araplar demiş kuchudi. Qanday ushqan? Deganda buning boy men degandek fizika, matematika, havo klimati va degan nurg'un unimlar mashina ichiga kirib ketadi. Shundan bizning bolalarimiz boshida nayt bir mushkul tashlash bisimida qattiq o'rgandik buni. Bizga partiya, hukumat shunchalik hamkorlik qilib, shun tarjimonlarni kelib, biz shunchalik qilib olsa biz buni tashlab qo'ysak qat'iy bo'lmaydi ekan. Qachon mustaqil uchdingiz? Mash nazariya tugatib, birinchi bosqich odat tashlab ortlarimiz bor. Mashina bordik. 75-yili tanishib bu mashina uchishni boshladik. Bu uchish boshqa odatga darsxonalarga o'xshash, bunda dars so'zlab bersak, uzag'ini nigil bo'lmaydi buni. Harakat, so'z birlikda bizning ustozlarimiz Xanzu. Aqlimizda o'tirib, osmon ketib yetib, mana bunda qilimiz yo'q, sekund, minut Aştığında dep berdi bunu. Na tezlik bo'ladi. Baştanga bizning Xansu tili yaxshi mayqab qolsa, mashi harakatni o'rganishimiz naytat tushdi. Endi Muhammad efendim, ayni vaqtda shu qismda uzun mezgil xizmat qilibsiz. Balkim qismda xizmat qilish jarayonida sizga ta'sir qilgan ajoyib bir hikoyalar bo'lishi mumkin. Bu haqda bir anglab bilsak. Biz 74-yil qabul qilingandan keyin 3 yilgachilik nazariya amaliyotni birlashtirib o'rgandik. Buning da Uyg'urcha deb ya bir lug'at yo'q. Endi oldida 3 yil 4 yil o'rganib bo'lgandan keyin bizni 3 aeroplan nimasiga bo'ldi turga. Jishin Fiji. Ondan qo'sh qanotli aeroplan o'z vaqtidagi. Ondan keyin Janduji deb. Buning da 100 bolaning ichidan putirib chiqarligini shu 3 turkumga bo'lingini 69. Eng oxirida 69 bitagandan keyin men Jandujiga ichiga bo'linib ketganman. Kurashchi aeroplan. Buningga 20 balni tanlab olgan. Bizni tanlab olgandan keyin avarimizningki 9-jun 37-shig'i bo'lib Korla aerodromga 110-tanga bo'ldi. Hem yo'q bo'lgandan keyin maktabda birinchilik Chujoli uchdiq, urush aeroplaniga bo'lingandan keyin Qumilninki Xontian aerodromga berib bermash qildik bir yilni. Biz 4 yilda bitdik. Hem bu jarayonda tatqan jafolarimiz yaxtan eg'ir. Bu yerdan Korla aerodromdan yana birisi kurashchi alt tip Chenliu deydi. Hozir Chenchi, Chemba, Chenshig'i chiqdi. Hashimizni tanlab, uning birinchi turkum gayron qildi. Hem gayron degan ham aeroplanni yo'tkilib, aniq panlampay manglagan. Osmonlilar Korla aerodromda qilib, maktabda yangidan kelgan yosh o'quvchilarni tarbiyaladi. Hem bizni Jalitvan deydi. Jalitvanda uçuk bo'lishning talab pek yuqori ekan. 4 havoda uchalaydigan. Birisi kunduzi suzuq havoda, ikkinchisi murakkab havoda, uchinchisi kechida uchiq havoda, kechida murakkab havoda. Ish qilib siz ucholmaydigan havo yo'q degan gap. Shuningga tanlashda bizni 5imizni tanlab Chenliu degan aeroplanga gayron qildi. Hem buningda biz endi bu mashq qilish jarayonida osmonga chiqib, ya ber cho'glab yurib kelish emas. Ham bir chiqqandan keyin birdan maqsad bor. Qanday darsni, qanday mashg'ulotni o'rganib kelasiz. Degandan keyin bizning ayrim berib mashg'ulot raylarimiz bor. Darslik o'rgangan nazariya bo'yicha o'rganib mashq qilib kelamiz. Ma'lum mezgil o'tgandan keyin keynimizga chiqib bizningki intam oldiganlar bor. Endi bu lütf bo'lishda xil ideya bo'lish kerak ekan menimcha. Birisi vatanni suydigan, partiyani suydigan, yana birisi xalqni suydigan. Bir lütfni tarbiyalash uchun bizningki jinoylar yo'zidoyalar deydi. Putunning uchidan 5-kelchilik oltin bilan pul xashlagandan keyin undan tarbiyalansa degan. Xalqningki qo'llashi, xalqningki shu armiyani, harbiyni beqish xarajati bo'lmasa buni beqib bo'lmaydi. Endi
Küçük bolganda tili şoku deymiz, bedenninki kuvveti ufrashimizdan yuqori. Masalan, men uçkan chelyo, şonunga chelyoga 6 fuha endi. Fuha kerak, besim aşı tatkandan keyin rolni. Ben 80 kilo olgamsam 6'ını 8 küpesek 80 kiloma. Şu besim bana düşürü. Bana düşken aşına çıdaşlık verip tatip şunun bilen ten ben çokum aşına kargılışım gerek. Şunçılık maharetini igeleş gerek. Yani birisi biz azsallık milletlerine vekil kıldığan azsallık milletlerinin ümitini yerde koymaydıgan bir ideya oluş gerek. Çünkü bizge partiya hükümet muşuna bir pintayını bergen sahnene. Bu sahnesiz kançılık, şu mektep kançılık ögünsiz. Şu maharet çidiye alamsız, çidiye amamsız. Şunun ödüsünden çıkalamsız, çıkamamsız. Şu milletke vekillik kılıp çıkaldınız mı? Yok. Bu ideya ve buluş gerek. Endi Yasin Setimet efendim, merkezдің көңіл bölüşü bilen 1974 yılı şu paraşütçüler kısmını merkezden azsallık milletlerden muşta tayinlepti. Şunun şarapıtıda siz aynı vakit paraşütçü olmuşsunuz. Endi paraşütçülerin hizmet salmığı belki iğir buluş mümkün. Bu şekilde bir düşünce berip ötsünüz. Zeki paraşütçü kısım bolsa, alayda kısım hesaplandı. Bulup mu aeroplanda oturup, qandaq uruş oruluğa tizdim yetip berip, uruş qalbisine qo'l keltirish xizmatida ishlaydigan alayda askar hesaplandı. Ayni vaqtda yo'ldosh Seyfiddin Aziz, yo'ldosh Jo'nlay Zo'nglayga Şinjandan bir turkum azsalliq millat paraşütçü askarlarini qabul qilsaq deb doklad yazdı ekan. Bunu topshirib olgan ekan yo'ldosh Jo'nlay Zo'nglay, yo'ldosh Mavzdonga doklad qildi ekan. Yo'ldosh Mavzdon Şinjandanmi azsalliq millat paraşütçü qismini tarbiyalash bo'ladi degan imzoni tasdiqini saldi ekan. Shuni bilan andan keyin 74-yilga kelganvaqtida bizni Şinjan tarixida tunji qatim azsalliq millat paraşütçü askarlar qabul qildi. Biz Şinjandan 13 millatdan tarkib topgan paraşütçü askar qabul qilindik. Shunda olgandan keyin endi bizni yig'ib Urumchiga olib keldi. Ichkariga borgandan keyin bizni shu joydagi qism nihoyatda dag'dug'liq kutib oldi. Endi bu yerga borgandan keyin bunga cho'qim mashq qilish to'g'ri keldi. Odatda biz yangi talqa vaqtimizda 800 metrni o'lcham qildi. Biz ilgizdan sakrasak o'qib ketmaymiz. Tövenni taxlashdan qo'rqamiz. Eng tövini 400 metr. 400 metr. Agarda 400 metrdan sakrasak, o vaqtida zekinimiz uchiq bo'lmasa, favqulodda bizning asos shar, orqamizda bir asos shar bo'ldi, oldimizda bir zapas shar bo'ldi. Asos shar achilmay qolsa, bu zapas sharni totish vaqt bo'lmaydi. Ular hayotini arildi degan gap. Tez tushdi. Ilgizdan sakrasak, uningda shu asos shar achilmagan odatdimi? Zapas sharni echish vaqt bo'ldi. Biz bu yerga borgandan keyin endi asosi biz tilda qaylandik. Shu vaqtda borgan vaqtimizda Şinjan harbiy rayon bizga tarjimon qo'shib evatdi. Tarjimonlar bir tarafdan tarjim qildi. Kuniga 1 soat 2 soat qanzoch dars o'tdi. 4-5 oygacha asosiyatdan turmushda ishlanadigan qanzoch xat, gap so'z, mashq jarayonida ishlanadigan xat, gap so'z, qanzochcha uni egallab qoldik. Şu jarayonda bizmi andikin shardan taxlash texnikalarini o'rganib qoldik. Biz Şinjandan tunji qatimda borgan vaqtimizda 240 bola borgan. Xanzuchi o'qigan bolalar, Davur bolalar, Shiva bolalar, Mo'ng'ul bolalar, ba'zi Xanzuchi bildilar. Xanzuchi bilmaydigan bolalarga o'qituvchi bo'ldi. Bir tarafdan Xanzuchi o'rgansak, bir tarafdan shardan taxlash vazifasini o'rgandik. 1979 yılı vatanimizni qo'g'dab Vyetnamga qaytarimiz zarb bir kursiga qatnashdi. Hem bu uşkuchi bulupmu bizniki maş kurash jartlar uşkan uşkuchilarniki uçuş yaş kuramı bununla bulan talep bak yukarı. Ben de Uşak'ta atom bazısı tüvende turgan. Bu vakti ben Uşak aeroplan, küreşçi 6 tipteki aeroplan. Ma'lum sabab bilan 82-yili bizniki Şinjandan borgan paraşütçü qism taqdim etildi. Endi Semercan efendim, sizler uçquchilik texnikasini maharetini egallab, ma'lum bir darajaga borgandan keyin qismga o'rinlashdinglar. Qismdagi faoliyatingiz qanday o'tdi? Asosan şu bizning qismda mashg'ulot olib borgan aeroplanlar 6 tiplik mashq aeroplan. Migi 15 tiplik kurash aeroplan. Qirg'ichi 5 tiplik kurash aeroplan. Qirg'ichi 6 tiplik kurash aeroplan. Qirg'ichi 7 tiplik kurash aeroplan. Tik 5 tiplik uçar aeroplan. 5 tiplik transport aeroplani. Qarlachin tiplik uçar aeroplan. Boeing Chivuchi yo'lovchi tosh aeroplani. Qatarlıq aeroplanlarni haydash orqali hisobdoshlarimiz o'xshash bo'lmagan sharafli vazifalarni qo'lga keltirdi. Vatan va vatan xalq uchun
әмли әрекетimiz арқылы жауап қайтудық деп қараймын. 1979 жылы вәтенімізді қоғыдап Вьетнамға қайтарым зәрбір күрші қатнашты. Дөләт вә вәтеніміздіңке дөләт мұдапия атом бомба партылтыш сынақларға қатнашты. Мәмлекетіміздіңке әрқайсы жайларды жүзбәген әр xil зор типтіке afətlərini qutuldurış və cəngi qatnaşdı. Vətənimizin çigir müdafiə liniyasını qoğdaş və çarlaş vəzifəsini ada qıldı. Abdunum Rahimov təvəssüdə elib verilən çoğun kiçik hər xil birləşmə qoşun manevrinliğə qatnaşdı. Dövlət və Abdunum Rahimimizdəki ali dərəcəlik rəhbərlərinin hər xil mühim vəzifələrini icra qilish və asas qatlamlarına düşüb təkşürüb tədqiq qilish işlərində bexəttər uçub, ularning bexətterligiga həqiqiy kəfalət qıldı. Yapımlıq alim, mutaxassislərinin Şinjan'da İpek yolunu qedirib tekşirish jarayonida ularga ko'p qatim a'lo sifatli uchish mulozimati bilan ta'minlab, ularning xizmatlarining o'ngishli, xotirjam, natijali bo'lishiga sharoit yaratdik. 1980 yil 6-oyning 17-kuni Jungu Fanlar Akademiyasi Şinjan Sho'ba Akademiyasining yuanjangi olim Pingjamu Şinjanning Bayongun oblastining Lokmur ko'li tavasida tekshirib tadqiq qilish ilib berayotgan chog'da suv izlab chiqib to'satdan yo'qolib ketdi. Shu mezgilda ya'ni o'xshashlar tadqiqot olimini izlash ko'rishga qatnashdi. Demak, bizning sabtashlarimiz nurg'un xizmatlarni ishladik. Endi Osman efendim, siz qismdan qanchinchi yili yerlik almashdingiz? Endi yerlik almashgandan keyin balkim qismninki o'zingiz qabul qilgan ta'lim tarbiyasi sizning keyingi yerlikda bejondil ishlashingizga turtki bo'ldi-ku deyman. Hem bu uçuşçu bulup mu bizdeki maş küreş çarpılan uçuşçularınki uçuş yaş kuramı bununla boğan talep bek yukarı. Salametlik şu yılda üç kıtım tekşürüp durdu. Bu salametlikte yaş bulunsa bu uçuş vazifesini tamamlaş tez. Her kanda uçuşçu maşu yolunu çok ummanıdı. Şu birisi yaş kuramı 50 yaşta aşkandayken bu uçuş aslasında bu Kuraş arpalı uçuşqa təşkil edir. Bizden məktəb bitən vaxtlarımız 25 vaxtlarımız. 20 yaş. 25 bitdi. Şu vaxtlarımızda nəhayət qavul, şu işlimdə qoxmaydıgan, yüreklik. Ben 82 yılı şu vaxtgacha ben uçuş tərbiyələdim ki. Bu uçuş qarar hazır uçuşun tərbiyələb bolğandan keyin mənim tizimdən çatak çıkıp kaldı. Bir yıl davalandık anne. Davalı jarayonda bu yaxşımay kaldı. Uçuştan to'xtash ve mecbur kaldık. 82 yılın ahırda bizden kısımdan bomba de bo'lsa hazır fakat uçuşga bu mümkün bomba deymiz salamet. Yalti ben ma'qul ko'rib uçuşni to'xtadim. 84 yılga kelgan chog'da harbiylik qismini olmishni men talab qildim-da, men ketay. Yerlikka qaytib biz mayli deganda Abdurrahimlik Majinik Salat nazarda kelib, eşe taqsim qilinib, ishildik. Meningki shu uçuculuk ömrümde manga naiti bir çoğun ta'sir qaldığını birisi shu vaqt ko'z qarashimiz, biz intizam. Bo'lib biz uçuşlarning shu qo'ygan o'qirtalab intizam nayt kuchli. Mashlarning turkisi aslında yerlik kelgandan keyin mana shu yerlikda birinchisi boshqa xizmat nayt estiyal ishildim. İkincisi bak vaqt ko'z qarashi nayt yaxshi oldu. Yerlikda nayt muvaffaqiyatlik amda xizmatlarni qildik. Endi Muhammed efendim, balkim sizmi aynı vaqtda qismdan yerlikka kasb almashdingiz-ku deyman. Qancha almashgan? 85-yili. Qaysi o'ringa almashdingiz? Abdunur Aylık Tashqi savdo nazorati. Nima sababdan almashib qoldingiz? Yo'ldosh Osman Ali degandek salomat jetdi. Mende Uşaqtal atom bazasi tuvanda turgan. Bu vaqtda men ushqa aeroplan kurashchi 6 tipdagi aeroplan ve havo kilimati menga yoqmadimi yo qanday bo'ldi? Kechda uxlayolmaslik etgini o'rnimdan turgan vaqtda Xanyi deb doktor, avasiya doktori menga ko'zi nazar solgan bo'ldi. Sen nim bo'lding, sen ro'yalting nachar bo'ldi. Mana shuna uxlayolmay qoldim. Anda yandırıp durma degan ekan, anda sen o'zing tekshirtgin deb bizning Ürümçidagi Avarmiya doktorxonasiga Beijing Avarmiya doktorxonasiga berib, shu jihatdan bu 6 tipdagi aeroplan haydashninki to'liq sharti bulanmaslik, boshqa tipdagi aeroplanga olmishni menga maslahat qildi. Men dedim, bu yoshga kelgan vaqtda boshqani o'ginaman deb yana jursam yana hamini yerlikka kasb olmishligan gapkan. Buna vaqtda bo'ldi, men
Manavdan to'xtaydi ekan bu bolam yerlikka qaytishni. Qancha almashdingiz? 85-yil. Men Altınraylık tashqi savdo nazoratiga kelgandan keyin siyosiy boshqarmaga bo'lindim. 2 oydan keyin andi kadrlar xizmatiga yordamchilik saldi. Andi 1 yil o'tgandan keyin Jansu o'lkasiningki Nanjing shahriga guaji qilishga yevatdi. Shon qaytib kelgandan keyin 1,5 yildan keyin Şinjan ilmi to'qilma Zungungsiga üye gösterdi. Ciddi gunsi deb bir gunsi var. Bazı şu chet elga chiqariladigan mallarning mablag' silib bazasini qurish. Bu gunsiga shuji ham Zungjingni qilib tayildi. Endan keyin yoshga cho'ngib bu bo'lgan keyin 8 yil korxonada ishlab bo'lgandan keyin nazoratga Chigvandaning shujisi bo'ldim. Ham bu shu jarayonda hamda ishlagan o'rinlar ko'p bo'lsa-mu, ham buningda qismdagi bizga singdirilgan yaxshi intizam, yaxshi rostchilik, yana birisi har qanday ishni ko'ziga amal qildigan shoda juda deydigan gap bo'yicha buningga bu dedi shakllangan bir xil yaxshi istil. Endi Yasin efendim, ayni vaqtda siz parashyutchilar atritidan qanday qilib yerlik almışıp keldiniz? Bu jarayonda qismning sizga ta'sir qilgan qanday alayidiliklari bor? Ma'lum sabab bilan 82-yilda bizniki Şinjandan bo'lgan parashyutchi qism taqdim etildi. Nurg'un askarlar o'z yurtlariga qaytdi. Az sonli kadr askarlar Şinjan harbiy rayonga quruq armiyaga alınışıp keldi. Yerlik alınışıp kelgandan keyin qaysi o'rinlarga taslim qilindik, partiya hukumat organlariga, siyosiy qonun organlarida bo'libmi sud, taftish, adliya, JX o'rinlarga ko'proq o'rlashdi. Bu jarayonda endi bizniki bu dinning ta'sirimi nurg'un isil kadrlar yetishib chiqdi. Masalan, Abdunum rayonlik xalq qurultoyi doim komitetidagi ma'mur mudiri Inom Nasriddin. Shu bizniki parashyutchi qismlardan chiqqan. O'lka darajalik kadrlar chiqdi, ham general chiqdi. Hamda Samatullah Mahmud general. Ham biz shu parashyutchilar askari ichidan shu cheklik sonning ichida 2 general chiqish bu intayin bir mo'jiza bu. Nozir darajalik kadrlar yetishib chiqdi, boshqarum darajalik, bilim darajalik nurg'un kadrlar yetishib chiqdi. Shu kadrlar hozir Şinjanniki taraqqiyoti, Şinjanniki muqimligi, millatlar ittifoqligi to'g'risida Şinjanniki ijtimoiy muqimlik to'g'risida nurg'un kuch chiqaryapti. Bu hammasi bizniki bu diniki tarbiyasi deb tushunaman. Yerlik kelgandan keyin biz Po'latdagi shu istil ostida yerlikda shu xizmatni qildik. Bu uçuşlarga baha berish 3 shart var. Birisi bu uçup dışında hadis çıktı mı çıkmadı mı? İkincisi bular nima ish qildi? Oxir kelganda bular qanchalik vaqt uçtu. Bizden bu uçuşlar bütün xalqaro aytsaqmi nihoyat yaxshi yuqori baho berildi. Chunki birdan birisi aytganda Şinjanni 70 uçuş olganda bulardan bir qitimmi hadis chiqmadi. Birisiga partiyaning to'g'ri rahbarligida, ikkinchisiga biz millatga vakolatan urgunish degan ro'yimiz bo'lg'achqa shuni yaxshi bundoq urushlarni qilib, atom bombasidan keyin sindaqlarga qatnashib, hech qanday ish chiqmay chechiman kelib, oxiri shuncha xalq olamni oldida shuncha gap qildik. Bizning saboqdoshlarimiz mayli boshda uçqanlar va keyin davomli Vyetnam urushi qatnashgan va cho'ng murakkab vazifalarni ustiga olgan o'quvchilar bo'lsin, sabdoshlarimiz vatanga sotqunchilik qilmagan, osiylik qilmagan. Bizningki Hangzhouda o'qiyotgan vaqtimizda harbiy maktabda nurg'un uçup keçip ketken uçuşlar bo'lgan. Mushunday ko'rish bo'ldiki, biz vatanga sodiq, naytli shalliq to'plarni yaratgan deyishga bo'lur deb qarayman. Mening birla tavsiyalarim bizning shu millatimizga tushkunlik holatini yo'qotsa, ruhliq biz bo'la olamiz, qila olamiz deydigan iddiani turg'izsa. Bo'pmi bizniki yosh o'smir, hozir maktablarda o'qiyotgan bolalarimiz ana shunday bir irodani turg'izsa deydigan biri arzuyim bor. Bizniki parashyut qismidan bo'lsin, chiqishlar bo'lsin, biz ayni vaqtda shu armiyamizniki sharaf an'anasini joriy qildirib, qismniki siyosiy qurilishi, harbiy ishlar xizmat, bo'libmi qismniki inqiloblashish, zamonlashish qator ishlarga nurg'un cho'ng to'plarni qo'shib keldik. Qaytib kelgandan keyin Şinjanniki har qaysi sablarda oldin qator mengib Şinjanniki iqtisod taraqqiyoti, Şinjanniki ijtimoiy muqimligi, Şinjanniki abad
mustahkam bo'lish uchun nurg'ulan töhflarni qo'shdi. Men bir oliy maktabda o'qigan shundoq bir ziyoli bo'lsammi, bizningki men milliylar ichida shundoq bir uchiqishlar bor deb hozirgacha o'ylamabdi ekanman. Bugun bularning ishlarini anglagandan keyin haqiqatan ta'sirlandim. Men bularning ishlarini bir kitobcha qilib jamiyatga tunish yurgan deb his qildim. Endi sizlarning izinglarni besib, shu milliy ushquchilar qatoridan o'rin olayotgan yoshlarimizga jumladan davrimiz yoshlariga deydigan qanday yurak so'zinglar bor? Hozir ilgari keyin bo'lib uchiqqa kasbiga qatnashganlar bo'lsin, uning ichida hozir bir qism shu bir necha 15 yilning ichida bir qism bolalar shu passajirlar olib haydashga o'tib olib haydayotgan inlarimiz bor. Yani bir kısım bir neçe alayda avvalda qabul qilib, yani soqash arifini haydayotgan bir ikki yana indirimiz var. Ularga nisbatan shularninki partiya hukumatninki shulardan kutgan umidini, shunday bir natijaninki oson kelmaganligini, qadrlashni, o'limdan qo'rqmay vatan va xalq uchun o'zininki bir kishilik tövbesini qo'yishni umid qilman. Hozirgi jamiyatimizda o'sib yetilayotgan nurg'un yoshlarimiz var. Mana yoshlarimizni fursat kutib, qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga degandek g'ayrat, jasoratlik, shijoatlik bo'lib, shunday bir fursat kelsa, shunday bir qo'shinga, harbiy qismga va boshqa shunday muhim kasblarga qatnashib, bir kishilik o'ziningki umid orzularini ishga oshirishni, har qanday ishda cho'qim umid bo'lsa, har qanday ishniki natijasi bo'ldigiga ishonishni umid qilaman. Biz bugun buningdan 43 yil muqaddam orzu umidlari ko'kda parvoz qilgan bizning tunji avlod milliy ushquvchilarimiz va parashutchi qismlarimizning ayni vaqtdagi fidokor azimatlari bilan nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Ular davlat, millat va xalq topshirgan muqaddas vazifani ko'ngliga pukib, davlatning turli vazifalarini bejonidil o'rindab, o'zining yozishlik shijoati orqali ko'kda qahramonlik dastoni yaratdi. Biz ularning fidokorlik ro'yini, shundaqla jafo mushaqqatga chidash ro'yini hozirmi o'rganimiz deb qaraymiz. Bugun suhbatimiz mushada qilishdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.